Dünya Uyghur Qurultayı muhaciratdagi Uyg'urlarga 2024-yili 1-oyning 23 kuni atiganda Janvadagi BDT bosh shtabi oldida keng ko'lamli birlashma namoyish o'tkazishga chaqiriq qilgan. Bu qitimqi namoyish BDT kishilik huquq kengashi yer shariy kishilik huquq xotirasini qarorlik tekshirish xizmat guruhining 45-navbatlik yig'ini chaqiriladigan bir paytda o'tkazilganligi ma'lum. Xitoy hokimiyati bu munosabat bilan o'zining Uyg'ur diyoridagi jinoiy qilmishlarini oqlash va xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yash uchun chet elga qaratgan ta'tir tashviqotini va BDTdagi faoliyatlarini alayda kuchaytgan. Belgiya doiralari Xitoy tarafidan lager tadqiqotchisi Adrian Zinsning obro'yini tushirishga vazifalantirilgan belgiyalik o'ng qanot siyosiyon Frank Kirielman ustidan Xitoy istixborot uchun jasuslik qilish gumoni bilan jinoiy tekshirish boshlagan. Yaqinda Maliya vaqti gazeti, Germaniyaning Aynak, Fransiyaning Le Monde gazetlari birlikda tekshirish elib berish orqali Belgiya Vilamis bilan radikal o'ng qanot partiyasining sobiq a'zosi Frank Kirielmanning 3 yildan ortiq vaqt Xitoy uchun jasuslik qilganligini ilgari surgan edi. Dünya Müslüman Alimlar Birliği'nin 6. növbetlik umumiy yig'ini 2024-yili 1-oyning 6 kunidan 11 kunigacha Qatarning poytaxti Dohada o'tkazildi. Yig'inga dunyoning har qaysi joylaridagi musulmon ellarda vakillik salohiyatiga ega dаңliq olimlar, mutafakkirlar va birlik a'zolari bo'lib, jami 1000 atrofida kishi qatildi. Bu yig'inga Sharq Turkiston ulamolar birligidan bir hay'at alohida da'vat bilan ishtirok qildi. Yig'inda birlikning nizomnomasiga ba'zi o'zgartirish kirgizilgan bo'lib, orqadan birlikning raisi, 6 kishilik rais muavinlari va 40 kishilik ijroiya mas'ullari saylab chiqilgan. Birlikning raisligiga Ali Muhitin Qaradog'i, muavin raisligiga Turkiya sobiq Diyonat ishlar raisi Mehmet Görmez saylangan. Ijroiya a'zoligiga Sharq Turkiston ulamolar birligi sobiq raisi doktor Atavullah Shahyarim tanlangan. Mustaqillikni tashabbus qilgan nomzod Ley Chingdining Tayvanda prezident bo'lib saylanishi Xitoyni g'azablantirdi. Xitoyning tashqi ishlar ministrligi va dunyodagi elchixonalari shanba kunidagi saylovda g'alaba qilgan Tayvan Demokratik taraqqiyot partiyasini qo'llaydigan davlatlarni ogohlantirdi hamda Leyning prezident bo'lib saylanganligini tabriklagan davlatlarni aybladi. Yaponiyada 59 yo'lovchi va 6 aeroplan xodim bor bo'lgan bir yo'lovchilar aeroplani uchib uzun o'tmay, aeroplan bo'lmasining derazasida daz bayqalgan bo'lg'achqa aerodrom qaytib kelgan. Oldingi hafta Boeing Max 9 737 tipli aeroplanning jiddiy qo'nish ishga uchish jarayonida buzilgan bo'lib, bu model aeroplanlar tekshirilganda bo'shab ketgan o'rinlar bayqalgan va Boeing boshqaruv shirkati xatoligini e'tirof qilgan. Isroiliya ishg'ol ostidagi G'azza qilgan 100 kunlik hujumda o'ltiraq rayon, doktorxona, maktab, masjid va cherkovlarni bombardimon qildi. Hujumda 10.400 bola va 7.100 ayolni o'z ishiga olgan 23.843 falastinli qazo qildi. Kam deganda 60.000 odam yaralandi.